Hozirda Jabbarovaning 02.00 organik kimyo ixtisosligi bo'yicha beta digital xossalarining uraniy va vanadiy bilan komplekslik sintezi tuzish va xossalar mavzusidagi dissertatsiya ishi kimyo fanlari bo'yicha falsafa doktorlik ilmiy darajasini olish uchun yozilgan. Dissertatsiya mavzusi O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasining 2024 XPTBK 748 raqam bilan ro'yxatga olingan. Dissertatsiya ishi O'zbekiston Respublikasi Fanlar Akademiyasi umumiy va noorganik kimyo institutida bajarilgan. Dissertatsiya ishining dastlabki muhokamasi 5-dekabr 2024 yilda O'zbekiston Respublikasi umumiy va noorganik kimyo institutining azotli kompleks o'g'itlar stimulyator va supramolekulyar birikmalar bo'limi defoliantlari, agrokimyo va metallurgik jarayonlar va sanoat xomashyosi laboratoriyalarining birinchi sonli kengaytirilgan majlisda muhokama qilingan. Bayonnoma majlisi professor Yaqubov tomonidan imzolangan, institut direktori professor Ibragimov tomonidan tasdiqlangan. Taqdirchilar Shukurov va Ibragimov tomonidan berilgan. Majlis Jabbarova Xolida Abdusalom qizining dissertatsiya ishini ilmiy kengash qoshidagi ilmiy seminarda o'tkazish uchun muhokama qilish uchun tavsiya etgan. Jabbarovaning dissertatsiya ishi O'zbekiston Milliy universiteti huzuridagi ilmiy darajalar beruvchi DSK 03-30-12-2019 K0103 raqamli ilmiy kengash qoshidagi 02.0001 noorganik kimyo ixtisosligi bo'yicha ilmiy seminar yig'ilishida muhokama qilingan. 2024 yil 28 dekabr 11 sonli bayonnoma. Majlis bayonnomasi ilmiy seminar raisi professor Kadirova tomonidan imzolangan, ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektor Ergash tomonidan tasdiqlangan. Taqdirchilar dotsent Ibadullayeva va dotsent Rahmonova. Seminarda Jabbarova Xolida Abdusalom qizining dissertatsiya ishini ilmiy kengashda himoya qilish uchun tavsiya etgan. Dissertatsiyaning muhokamasi davrida ko'rsatilgan kamchiliklar inobatga olingan va tuzatilgan. Himoya haqidagi e'lon 2025 yil 17 fevralda O'zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining veb-saytida, 2025 yil 17 fevralda O'zbekiston Milliy axborot agentligi veb-saytida, shuningdek 2025 yil 17 fevralda Ziyonli axborot tarmog'i portaliga joylashtirilgan. Edash tashkiloti sifatida dissertatsiya ishi vaqtida referat Toshkent farmatsevtika instituti huzuridagi DSK 02-30-12-2019 karta 3501 raqamli ilmiy kengash qoshidagi ilmiy seminarda muhokama qilingan. 2025 yil 7 mart 5 sonli bayonnoma. Ilmiy seminar raisi kimyo fanlari bo'yicha kimyo fanlari nomzodi professor Fatqullayeva va taqdirchi dotsent Muhammedova tomonidan berilgan taqdirda dissertatsiya ishi ijobiy baholanib, unga ishning dolzarbligi, yangiligi, olingan natijalarga asoslangan va amaliy ahamiyati ko'rsatilgan. Rahmat. Televizion shaxsiy ishlar bo'yicha kotibga savollar bormi? Tushunarli bo'lsa, dissertatsiya ishi bo'yicha ma'ruza qilish uchun so'zni talabgorga beramiz. Marhamat, reglament 20. Assalomu alaykum hurmatli ilmiy kengash raisi va a'zolari, assalomu alaykum hurmatli ustozlar, qatnashuvchilar. Mening dissertatsiya ishi mavzuyim beta digital xoslalarining uranil hamda vanadil bilan kompleks birikmalar sintezi, tuzilishi va xossalari. Kattalashtiriladi. Mavzumizning dolzarbligi va zarurati sifatida biz uranil komplekslari birikmalari, yadro yoqilg'isi, yadro chiqindilarini qayta ishlash, yadro meditsinasi, rentgen nurlar yordamida tasvir olishga asoslangan tibbiyot asbob-uskunalar ishlab chiqarish, kataliz jarayoni, radiometriya va uran ionlarini aniqlashda juda keng qo'llaniladi. Shu bilan bir qatorda vanadil ioni komplekslari esa sanoatning metallurgiya, elektrokimyo, keramika, bo'yoq tayyorlash sohalarida keng qo'llaniladi va vanadil komplekslar deganda albatta ko'z oldimizga farmatsevtika sohasi keladi va virus, bakteriya, parazitlarga qarshi juda ham yuqori faollik bilan ta'sir ko'rsatadi va saratonga qarshi yuqori faollikni namoyon qiladi. Shuningdek, yurak qon tomir tizimi va nerv sistemasini qo'llab-quvvatlovchi yuqori ta'sirlarga ega. Mavzumiz bo'yicha tadqiqotimizni maqsadi qilib beta digital xoslalar asosida uranil hamda vanadil ionlarining koordinatsion birikmalarini sintez qilish, ularning tarkibi va tuzilish xususiyatlarini aniqlashdan iborat deb belgiladik va vazifa sifatida uranil hamda vanadil ionlarining 2,4 pentandion, ya'ni qisqartma shaklda AS va 1 fenil 1,3 butandion BNA bilan mono hamda aralashgan kompleks birikmalarini sintez qilish. Olingan komplekslarning tarkibi, tuzilish xususiyatlarini, kimyoviy bog' tabiatini, tarkib, tuzilish xossa orasidagi fundamental bog'liqlikni zamonaviy fizik kimyoviy usullarda aniqlash. Uranil vanadil ionlarining
bina va asosidagi kompleks birikmalarning elektron tuzilishi, energetik parametrlari, shuningdek reaksion qobiliyatlarini kvant kimyoviy hisob-kitob usullari yordamida hisoblash, yangi sintez qilingan birikmalarning biologik faolligini aniqlash. Tadqiqot usullari sifatida quyidagilarni belgilab oldik. Tadqiqot obyektlari sifatida esa uranil hamda vanadil ionlarining uranil atsetat va vanadil asetil atsetonat tuzlarini obyekt sifatida tanlab oldik, hamda ligandlar sifatida esa beta diketon hosilalari va 2 amino benzimidazol va 2 amino benztiazol hosilalarini tanlab oldik. Shu bilan bir qatorda tadqiqot obyekti sifatida tanlangan o'sha ligand molekulasida bir nechta donor atomlarning mavjudligi sababli o'sha koordinatsiya markazining o'zgarishi vujudga kelishi mumkin. Shuning uchun biz kvant kimyoviy hisob-kitob natijasida zaryadlar taqsimlanishini ko'rdik. Bunda keto hamda genol holat bo'yicha genol holatda mana bu ikkita karbonil guruhining ikkinchi karbonil guruhidagi kislorod atomi -0.4 ni zaryad qiymatiga ega bo'lyapti. Bundan bilishimiz mumkinki, koordinatsiyalanish aynan shu karbonil guruhidan ketadi deb xulosa qilishimiz mumkin. Shu bilan bir qatorda lokalizatsiyaga ko'radigan bo'lsak, tekis lokalizatsiyaga ega va bidentat bog'lanishga ega bo'ladi. Bunda Стрелка будет поставлена. Shu bilan bir qatorda Gauss'dan 09 View dasturi yordamida ham o'sha molekulyar elektrostatik potensial diagrammalari berilgan. Bunda MEP diagrammasiga ko'ra qizil sohaning qizil sohaning aynan endotsiklik azot atomiga, ya'ni elektron juftlari mavjud bo'lganligi uchun endotsiklik azot atomida qizil sohaning vujudga kelganligidan koordinatsiyalanish aynan endotsiklik azot atomidan ketadi degan xulosaga keldik. Bularni hisobga olgan holda kompleks birikmalar sintezini amalga oshirdik. Sintezga ko'ra birinchi ligand molekulasini spirtda eritib oldik va unga tomchilatib tuz eritmasini, ya'ni spirtli eritmasini tomchilatib qo'shdik. Bu monoligandli kompleks birikmalarimiz uchun 30 minut o'sha magnitli aralashtirgichda aralashtirib, 2 hafta qo'yib va qayta kristallantirildi va o'sha kompleksning kristalli ajratib olindi. Endi aralash ligandli kompleks birikmalar uchun esa davomiy sintez reaksiyasi davom etadi. Bunda qo'shimcha ligand sifatida tanlab olingan ligandlardan ham spirtda eritmasini tomchilatib qo'shib 3 soat davomida aralashtiriladi va 2 hafta va 15 kun davomida qoldiriladi. Qayta kristallantirilib, kompleks kristalning 0,04 mm qalinlikdagi yaroqli kristal tanlab olinib, rentgen struktur analizi yordamida o'rganildi. Kompleks hosil bo'lish reaksiyalari quyidagicha boradi. Bunda uranil asetat tuziga 2 molekula benzoil aseton ta'sirlashadi va bunda bidentat 2 molekula benzoil aseton birikadi va monodentat bitta spirt molekulasi birikkan. Qo'shimcha ligand bilan boradigan reaksiyalar chapga tarafga boradi. Bunda qo'shimcha ligand sifatida L2 da quyidagi ligandlarni tanlab olganmiz va bunda aralash ligandli kompleks birikmalarda qo'shimcha ligandimiz monodentant birikish hosil qilgan. Quyidagi reaksiyada ham 2 molekula asetil atsetonat uranil asetat bilan reaksiyaga kirishib, 2 molekula bidentant bog'langan Endi quyida
quyidagi reaksiyaga e'tibor beradigan bo'lsak, vanadil asetil asetonatni 2 amino benzimidazol ishtirokida polimer kompleks birikmasi sintez qilindi va L ishtirokida, ya'ni merkaptobenzodiazol, aminobenzodiazol, aminofenil benzimidazol va fenil metil benzimidazollar ishtirokida aralash ligandli kompleks birikmalar neytral sharoitda sintez qilindi. Sintez qilingan kompleks birikmalarning element analiz natijalari va ayrim xarakteristikalari berildi. Suyuqlanish harorati, rangi, unumi, bruto formulasi, molekulyar massasi va hisoblangan va topilgan element foiz miqdorlari keltirildi. Dastlabki sintez qilingan tuz hamda ligand eritmasidan necha nisbatda olinganligini bilishimiz maqsadida rentgenofluorescent analiz natijalarini olib bordik. Bunga ko'ra o'sha tuz hamda ligand molekulasida 1:1, vanadiy komplekslarida ham 1:1 nisbatda reaksiya kirishganligini hisoblab topdik. Kompleks birikmalarning turli xil erituvchilarda eruvchanligini aniqlaganimizda qutbli erituvchilardan dimetil formamid hamda dimetil sulfoksida juda yaxshi erishi aniqlandi. Shu bilan bir qatorda ligand molekulasining makrostrukturasini shu tuz ya'ni markaziy atom o'zgartirgan yoki o'zgartirmaganini bilish maqsadida biz energiya dispersion tahlil metodi natijalarini oldik. Bunga ko'ra uranga xos ko'plab cho'qqilarning mavjud bo'lganligidan o'sha kompleks birikmamizda, ya'ni uranga 36-64% bilan o'sha yangi kompleks birikma hosil bo'ldi degan xulosaga kelishimiz mumkin. Shu bilan bir qatorda vanadiyli komplekslarimizda ham vanadiyga xos ko'plab cho'qqilarni EDT natijalarida ko'rishimiz mumkin va vanadiyning foiz miqdorlarini ko'rishimiz mumkin. Bunda o'sha aynan vanadiyli kompleksda metal ioni ligand bilan koordinatsiya hosil qilgani yana bir dalilladi. Shu bilan bir qatorda ligand va komplekslarning rentgen fazali analiz natijalari bu komplekslarning individualligini aniqlash uchun amalga oshirildi. Bunga ko'ra tekisliklar aro masofalar va o'sha intensivlik qiymatlari solishtirilganda dastlabki ligandga nisbatan umuman o'sha individual, ya'ni turli xil kristal panjaraga ega ekanligidan yangi kompleks birikma sintez qilindi deb xulosaga keldik. Shu bilan bir qatorda biz uranil kompleks birikmalarini o'sha kvant kimyoviy hisob-kitob natijasida reaksion qobiliyatini barqarorligini bilishimiz uchun ligand va kompleks birikmani barqarorligini o'sha delta Y qiymatini hisoblab topish orqali topdik. Ya'ni homo va lyumo ayirmalaridan delta Y qiymatini topib oldik. Bunga ko'ra birinchi hamda ikkinchi berilganlari ligandning keto hamda yenol holatlari, uchinchidagisi esa bu o'sha uranil kompleksimizning delta Y qiymati hisoblanadi. Delta Y qiymatlarining o'sha ko'rsatkichlaridan bilishimiz mumkinki, bunda shu kompleks birikmamiz barqaror kompleks birikma hosil bo'ldi deb aytishimiz mumkin va delta Y qiymatdan quyidagi parametrlarni ham hisoblab topdik. Bunda o'sha zaryadlarning taqsimlanishiga e'tibor beradigan bo'lsak, kompleks birikmamizda bitta spid molekulasi monodentant holati bog'langan bo'lsa, undagi spid molekulasidagi kislorod atomidagi -0.33 qiymatini olishi bu aynan mana shu spid molekulasi o'rnida boshqa birikmalar kirib, boshqa yangicha kompleks birikmalar hosil bo'lishi mumkinligini anglatadi. Gaussian 19 biodasturida ham vanadil kompleks birikmalarini o'sha molekulyar elektrostatik potensial diagrammalarini ko'rganimizda qizil sohalarning shu tasvirning o'rtasida joylashganligi bu endi siklik azot atomida koordinatsiyalanish ketdi degan xulosaga kelishimizga olib keldi. Va shu bilan bir qatorda quyidagi qatorni o'sha delta Y qiymatining ortib borish tartibida chiqardik. Bunga ko'ra vanadil asetil asetonatning fenilmetil benzimidazol, 2 merkaptobenzodiazol va 2 aminofenil benzimidazolga qatorida kompleks birikmalarning energiyalari ortib borishi va barqarorligi yuqoriroq bo'lishi aniqlandi. Shu bilan bir qatorda ligand molekulalarining markaziy atom bilan koordinatsiyalanganligini aniqlash uchun qo'shimcha infraqizil spektroskopiya usulidan foydalanildi. Bunda erkin ligand molekulasi bilan komplekslarning infraqizil spektrlari solishtirilganda ligand molekulasida mavjud bo'lmagan uran azot, uran kislorod hamda uran pibov kislorod bog'lariga tegishli tebranish chastotalarining mavjudligi
hamda 4400 teskari santimetr sohada o'sha ligand molekulasida mavjud bo'lgan uglerod pibog' kislorod bog'ini komplekslarda mavjud emasligi va uni o'sha uglerod kislorod bog'iga o'zgarganligini, shu bilan bir qatorda uglerod azot bog'ini o'sha ligand hamda kompleks farqi 30-40 teskari santimetr sohaga siljiganligidan bilishimiz mumkinki yangi kompleks birikma hosil bo'ldi deb xulosa qildik. Asetilotsanat ligandi bilan ham vanadil asetilotsanat merkaptobenzoazol hamda fenilmetil benzimidazol bilan hosil qilgan komplekslarini infraqizil spektrlarida vanadiy azot, vanadiy kislorod va vanadiy simmetrik kislorod atomiga tegishli bo'lgan tebranish chastotalarini ligandda mavjud emasligidan ham, shu bilan bir qatorda uglerod azot bog'ini 32-35 teskari santimetr sohada siljiganligini va uglerod kislorod bog'i kompleksda mavjud, lekin ligandda mavjud emasligidan kompleks birikma sintez qilindi degan xulosaga keldik. Metal kislorod, metal pibog' kislorod hamda metal azot bog'larini aniqlashimiz uchun qo'shimcha ravishda Raman spektroskopik tahlil amalga oshirdik va bu tahlil ham o'sha tahlilda ko'rishimiz mumkinki, o'sha 380 dan 900 gacha 505, 509 va 922 sohalargacha o'sha metal azot va metal kislorod bog'larini vujudga kelganini ko'rishimiz mumkin. Kompleks birikmaga o'sha haroratning ta'sirini o'rganish hamda parchalanishning oraliq mahsulotlarini identifikatsiya qilish maqsadida differensial termik tahlil amalga oshirildi. Bunga ko'ra birinchi kompleksimiz tarkibida spirt molekulasi saqlaganligi sababli 102-200 gradus parchalanish oralig'ida spirt molekulasini chiqib ketishiga to'g'ri keladi. 220-400 gradus va 450-800 gradusda aynan metal bilan o'sha ligand molekula bog'larini uzilishi va ligand molekulasini parchalanib ketishiga to'g'ri keladi. Ikkinchi kompleksimizda esa kristallizatsion suv mavjudligi uchun 80-120 gradusda 6,04% bilan suv molekulasi chiqib ketadi. Ikkinchi parchalanish oralig'ida esa benzoil aseton molekulasining parchalanishiga to'g'ri keladi. 290-870 oralig'i esa 2 amino benzoazol molekulasining parchalanishiga to'g'ri keladi va ikkalasida ham qolgan qoldiq metal oksidi hisoblanadi. Sintez qilingan kompleks kristallarimizga o'tsak, bisbenzoil asetonat dioksid etanol uranium 6 ning tuzilishi. Bunda kristallimiz 2 molekula benzoil aseton bilan bidentant bog'langan va spirt molekulasi bilan monodentant bog'lanadi. Markaziy atomni 7 ta kislorod atomi qurshab turadi va bunda 5 burchakli bipiramida geometriyasini oladi. Kristal qadoqlanishiga e'tibor bersak, bunda vodorod bog'lanishimiz bor va mustahkam pp bog'lanishlar bor. Shu bilan bir qatorda singoniyamiz monoklinik, bettamiz 90 dan yuqori. Kompleksimizdagi o'sha Crystal Explorer dasturi yordamida o'sha barqarorligini, mexanik chidamliligini, kristal qadoqlanishda haqiqatan ham o'sha zich qadoqlanganligini va vodorod bog'lanish, pp bog'lanish haqiqatan mavjud yoki yo'qligini bilishimiz uchun biz Crystal Explorer dasturidan foydalandik. Unga ko'ra uning birinchi dasturi void analiz, ya'ni bo'shliqlar tahlilini ko'rib chiqqanimizda jami bo'shliqlarning foiz miqdori 8,67 ga teng. Ya'ni bu 10% ga ham bormasligi molekula o'sha kristal zich qadoqlangan degan xulosaga va mexanik bardoshli degan xulosaga olib keldi. Endi Hirschfeld sirt tahliliga e'tibor beradigan bo'lsak, sirtidagi qizil dog'lardan vodorod bog'lanish vujudga kelganligi hamda egrilikdan o'sha katta sohalarda yashil sohalarning vujudga kelganligi, bu pi bog'lanish borligidan, shu bilan bir qatorda pp stakingni aniq qilib bilish uchun biz shakl indeksini albatta shakl indeks formasini chiqaramiz. Bunga ko'ra qirralari bilan tegib turgan o'sha qizil hamda ko'k uchburchaklarning mavjudligi bu pp bog'lanish borligini yana bir bor dalillaydi. Shu bilan bir qatorda 2D barmoq o'lchami sohasida ham umumiy tasvirda o'sha o'rtalikda turgan, o'rtada joylashgan yashil rangli o'sha nuqtalarning paydo bo'lishi ham bu aynan vodorod bog'lanish va pp bog'lanish borligini bildiradi. Bu kristal ma'lumotlardan foydalanib Scopus bazasiga kiruvchi jurnalda maqola chop ettirdik. Biz 2 amino benzimidazolium katena metavanadat 5 ning tuzilishi. Asimetrik unit 2 molekula benzimidazol molekulasini tashkil qiladi. O'rtadagi zanjir
zigzagsimon metavanadat zanjirini tashkil qiladi. Metavanadat zanjirida 4 ta kislorod, bitta vanadiy atomiga 4 ta kislorod atomi to'g'ri kelganligi sababli geometriyamiz tetraeder geometriyaga ega. Shu bilan bir qatorda singoniyamiz monoklinik, betamiz 90 dan baland. Bunda ham Crystal Explorer dasturi yordamida haqiqatan bo'shliqlarning hajmi qanchaligi, mustahkammi, bardoshlimi, shuni bilish maqsadida biz void analiz usulidan foydalandik. Bunda void analizimiz 9,2% bilan chiqdi, ya'ni 10% ga ham yetmasligi aniq bo'ldi. Demak, qadoqlanishi zich qadoqlangan mexanik bardoshli ekanligidan dalolat berdi. Shu bilan bir qatorda kompleksimiz tarkibida vodorod bog'lanish hamda CHP ta'sirlar ham mavjud. Vodorod bog'lanishimiz ham 10 ta kuchli vodorod bog'lanish bo'lib, bu metavanadat zanjirini o'sha barqaror tortib turishga xizmat qiladi va bu kristal ma'lumotlardan ham foydalanib, Scopus bazasiga jurnalga maqola chop ettirganmiz. Keyingi kristalimiz vanadil asetil atsanasining 2 amino benztiazol ishtirokida kompleksning kristal strukturasi. Bunga ko'ra 2 molekula asetil asetonat bidentat markaziy atomga bog'lanadi. Shu bilan bir qatorda vodorod bog'lanish yordamida 2 amino benztiazol molekulasi aksial holatda joylashadi. Va bunda geometriyasi kvadrat, piramida geometriyasini oladi. Kristal qadoqlanishga e'tibor beradigan bo'lsak, vanadil asetil asetonat qismlari ekvatorial, 2 amino benztiazol qismi esa aksial holatda bo'ladi. Uranil ionning benzoil aseton va 2 amino benztiazol ishtirokidagi kompleksning tuzilishiga keladigan bo'lsak, 2 molekula benzoil asetonning bidentat bog'lanishi va 1 molekula 2 amino benztiazolning koordinatsion bog' bilan monodentat bog'lanishini ko'rishimiz mumkin. Geometriyasi kompleksimizdagi 5 burchakli bipiramida geometriyasi. Shu bilan bir qatorda kristal qadoqlanishiga e'tibor beradigan bo'lsak, kompleks tarkibida kuchli pp bog'lanishlar mavjudligi sababli kristal qadoqlanishimizda xarakterli shu teskari strelkasimon tuzilishga ega bo'lganligini ko'rishimiz mumkin. Shu bilan bir qatorda adabiyotlardan o'rganganimizda vanadiyli kompleks birikmalar juda yuqori farmatsevtik, ya'ni juda yuqori antimikrofaollikka ega ekanligini ko'rib chiqdik va biz ham o'sha nazariy jihatdan molekulyar docking usulida erkin ligand molekulasi hamda SIF fayldan foydalangan holda o'sha kompleks birikmamizni molekulyar docking usulida aniqlab ko'rganimizda Escherichia coli, ya'ni gram musbat, gram manfiy bakteriyasiga tegishli oqsilga tekshirib ko'rganimizda yaxshi natijalar bilan chiqdi va bu nazariy ma'lumotni amaliy tasdiqlash maqsadida biz O'zbekiston Respublikasi Fanlar Akademiyasi Mikrobiologiya institutining o'sha bakteriya hamda zamburug'lar shtamm kolleksiyasidan Bacillus subtilis, Klebsiella oxytaka, Escherichia coli hamda Candida albicans bakteriya hamda zamburug'lariga faolligi borligini tekshirdik. Bunga ko'ra eng yuqori ko'rsatkich bilan Escherichia coli hamda Candida albicans bitta gram manfiy bakteriya hamda zamburug'ga qarshi faollikni namoyon qilganini ko'rishimiz mumkin. Xulosa sifatida shuni ayta olamizki, uranil hamda vanadil birikmalari bilan 19 ta yangi kompleks birikmalar elektron sintez qilindi va ularning tarkibi, tuzilishi, element, rentgen fluorometrik, CMDX va ko'pgina o'sha fizik-kimyoviy metodlar yordamida aniqlandi. Kvant kimyoviy hisoblashlar yordamida benzoil aseton ligandining elektron tuzilishini tadqiq etildi. Metalokompleks birikmalarda koordinatsion bog'lanishlar hosil bo'lishida benzoil aseton ligandining kislorod atomi hisobiga bidentantlikni namoyon qilishini va quyidagi qatorda kompleks birikmalarning energiyalari ortib borishi va barqarorligi yuqoriroq bo'lishi aniqlandi. Ilk bor yengil struktur usulida quyidagi tarkibli kristal va molekulyar tuzilishlar isbotlandi. Uranil komplekslarining 5 burchakli bipiramida, vanadil komplekslarining esa tetraeder, kvadrat, piramida geometriyalarini olishi aniqlandi. Komplekslarning kristal tuzilishlari haqida to'liqroq ma'lumot olish maqsadida bo'shliqlar tahlili hamda sirt yuzasi tahlili amalga oshirildi. Bunga ko'ra bo'shliqlar 10% dan oshmasligi zich qadoqlanganidan dalolat beradi deb xulosa qilindi. Hishvil sirt yuzasi tahlilida ham ko'pgina vodorod bog'lanish, ya'ni OH, HO bog'lanishlar 23,4% ekanligi va aynan PP bog'lanish mavjudligini uglerod bog'lanishdan ko'rishimiz mumkin, 8,6% tashkil qilishini ko'rishimiz mumkin. Keyingisi dastlabki ligandlar va sintez qilingan kompleks birikmalarning termogrammalaridagi endo va ekzoeffektlarning hosil bo'lish sabablari aniqlandi.
termik destruksiya mahsulotlari identifikatsiyalandi va parchalanish mahsulotlari bosqichma-bosqich borishi ko'rsatildi. Vanadil asetil asetonatning 2 amino benzotiazol hamda 2 amino benzimidazol ligantlari bilan hosil qilgan komplekslarini ham ligandni ham kompleks birikmani nisbatan o'sha antimikrofaollikni namoyon qilish aniqlandi va o'sha kompleks birikma yuqori faollikni namoyon qilishi ko'rsatib o'tildi. O'zbekiston Respublikasi Fanlar Akademiyasi hamda Navoiy kon-metallurgiya kombinati aksiyadorlik jamiyatida ma'lumotnomalar olindi. Shu bilan bir qatorda bu joriy etish dalolatnomalari olindi. Cambridge struktura bazasiga o'sha 3 ta kristalni o'sha kristallar dalillandi. E'lon qilingan ilmiy ishlar ro'yxati e'tiboringiz uchun rahmat. Mavzu tugadi, mavzu bo'yicha talabgorga kimda qanday savollar bor? Masalan, professor Akbar qanday bitta savol chiqdi. Hani kristalning zishligini aniqlagansiz 10%, 8% deyish. O'shanda xulosa chiqarib mexanik mustahkamlik haqida. Zishligi bo'yicha mexanik mustahkamlik haqida xulosa chiqarsa bo'ladimi yoki o'sha mexanik hosillarni ham aniqladingizmi? Rahmat ustoz, savol uchun. Javob beradigan bo'lsam, rahmat ustoz savol uchun. O'zi Crystal Explorer dasturi shunaqa dasturki ustoz, o'sha void analiz bo'shliqlar tahlilini amalga oshirishdan ham eng asosiy maqsad shu. Ya'ni molekula tarkibida juda katta bo'shliq tutadimi, yo'qmi? Agar katta bo'shliqlar tutsa, biz bilamizki, u darhol masalan erib ketadi yoki umuman tashqi muhitga bardoshsiz bo'ladi, chidamsiz bo'ladi. Biz bo'shliqlarni ko'rganimizda hattoki 15% dan ham balandroq bo'lsa kristal mustahkam bo'ladi, lekin bizning komplekslarimizni tekshirib ko'rganimizda hatto 10% ham chiqmaganligidan biz shu xulosani qildik. Ya bu endi mexanik mustahkamlik haqida gapirganda erish to'g'risida gapirish kerakmi? Mexanik mustahkamlik bo'lmaydi. Yana hali ma'lumotni gapirganingizda delta G deb ko'p marta qaytardingizda, u nima? Delta Y dedim so'z. O'sha energiya emas, Delta G deb gapirdingizda. Delta Y. G deb eshitdimmi? delta Y. Mana ustoz delta Y. Delta G deb eshitdim. G deb eshitdim. Keyin kvant mexanik hisob-kitoblar qilgansizda endi haligi asoslaridan savolda qaysi tenglamaga asoslangan kvant kimyo hisob-kitoblar? Bunda o'sha kvant kimyoviy hisob-kitob amalga oshirganimizda tenglama asosida qilinadi umuman. Bu haligi umumiy kursdanda savol. Kvant kimyo kursida. Shu DFT hisob-kitoblar amalga oshiriladi ustoz. Qanaqa? DFT. O'sha hamma hisob-kitoblar nimaga asoslangan? Qaysi tenglama? Schrödinger tenglamasi. Qanaqa ekan o'sha Schrödinger tenglamasini operator ko'rmish? Schrödinger tenglamasi juda murakkab tenglama. Hali operator ko'rinish 4 ta xil. Asosiy Operator ko'rinish. HPC-da energiyani so'raysiz. Hamma joyda energiya so'raladi. Rahmat sizga. Marhamat, yana kimda qanday savollar bor? Savollar bormi? Marhamat. Endi doim reyslar nima to'g'risida savol beradi. Mana shu kompleks tuzilmalarni olgansiz. Shularda ma'lum bir ligandni tuzilishga bog'liqli holda reyslarni unumiga ta'sirini o'rgangansiz. Qanaqa unumlar hosil bo'lgan shu kompleks tuzilmalar? Rahmat ustoz savol uchun.
Navla kimyo o'rayapsiz joyini ochib oling. Bunda ustoz asosiy ligand sifatida biz benzoil aseton va asetil asetonlardan foydalanganmiz. Benzoil asetonni biz o'sha qattiq kristal holatdagi tuzini spirtda eritib aniqlaganmiz va asetil asetonni esa suyuq holatda aniqladik. Unumga ta'sirini haqiqatdan aytganingizda ustoz, unumga bog'liqligi o'sha kristal holatiga bog'liq ekan, ya'ni o'sha tuzning holatiga bog'liq ekan. Ligandda bunda benzoil aseton bilan hosil qilgan komplekslar unumi yuqori, asetil aseton bilan hosil qilgan komplekslar unumi esa nisbatan quyi ekanligi aniqlandi. Muhammad, evde şekilsiz savol bermoqchiman. 19 kompleks ishlab chiqildim dedingiz, ha? Shundan nechtasi antibiotiklar qo'shsangiz? Rahmat ustoz savol uchun. Biz o'sha sintez qilingan kompleks birikmalarni faqat vanadil asetilotsanat bilan sintez qilingan komplekslarni biologik xossasini o'rganganmiz ustoz. Bunga ko'ra aynan rentgen struktur analiz yordamida dalillangan komplekslarni olib borib o'rganganimizda o'sha antibakterial gram manfiy va bitta zamburug'ga qarshi mikrofaolligi bor. Biz faqat ikkita kompleksni o'zini emas, ligandlarni ham shu bilan bir qatorda dastlabki boshlang'ich tuzni ham va shu bilan birga erituvchini ham o'sha biologik faolligini o'rgandik. Yo'q, shu 19 ta kompleks hammasini o'rganilgan biologik 5 ta vanadil ham 5 ta vanadil komplekslardan ikkitasinikini o'rganganmiz, ya'ni rentgen struktur analiz yordamida hisoblangan. Komplekslaringizni yana qayerga tashlatish mumkin? Rahmat ustoz. Rahmat ustoz savol uchun. Biz o'sha uranil komplekslarini ishlatilishi bo'yicha Navoiy metallurgiya kombinatidan o'sha ma'lumotnomalar olganmiz. Bunga ko'ra sanoat oqova suvlari tarkibidan o'sha uranil ionini, ya'ni 10⁻⁶ dan ham juda kichkina miqdorda bo'ladigan uranil ionlarini gravimetrik usulda ajratib olishni o'sha sinovdan o'tkazganmiz va o'sha ma'lumotnoma joriy etish dalolatnomalarini olganmiz. Analitik reagentda o'sha sanoat oqova suvlari tarkibida uran ionlarini aniqlash bo'yicha. Yana kimga savollar bor? Muhammad berdi. Boshida aytdingizki, vanadiy asosida tibbiyotda qo'llaniladigan moddalar bor. Qaysi moddalar, qanaqa birikmalar demak tibbiyotda qo'llaniladi? Rahmat ustoz savol uchun. Vanadiylik kompleks birikmalar vanadiy bo'ladimi, vanadil bo'ladimi? Ko'proq vanadil sulfati juda ham mashhur diabetga qarshi, ya'ni antidiabetik xususiyati bor. Bu bo'yicha juda ko'p farmatsevtika institutida ham vanadil sulfat bo'yicha ko'p ishlar qilingan, doktorskiy ishlar, PhD ishlari ham qilingan. Bundan tashqari vanadiyning boshqa komplekslari, ya'ni azot saqlagan o'sha ligandlar bilan hosil qilgan komplekslari ham juda yaxshi o'sha bakteriyaga qarshi ta'sirlari o'rganilgan. Endi bakteriyaga qarshi ta'sirni ko'rsatishi mumkin, lekin qo'llanilyapti. Rahmat siz savol uchun. Qo'llanilyapti juda ko'p o'sha antibakterial ta'sirga ega dori vositalarining tarkibida juda ko'pida, aksariyatida vanadiyning kompleks birikmalari yoziladi. Buni antibakterial o'sha moddalarni ko'rib chiqqanimizda, instruksiyalarni ham ko'rib chiqqanimizda ko'pida vanadiyning komplekslariga duch keldik. Yana bor edi. Muhammad. Keyin nomi diketonli hoslilar deyilgan. Lekin avtoreferatda ham boshqa yoqda ko'pinchalik benzimidazol, tiamidazol shular keltirilgan, boya nimada ham ko'rsatib o'tdik. Bu olingan moddalar, ishlatilgan ligandlar bu azaldan ma'lum narsa. Sanoat miqyosida chiqadigan, boshqa qiladigan. Bu masalan uranni, keyin vanadiyni nimalari bilan kompleksi o'rganilmagan ekan shu paytgacha. Endi bitta yarimta siz o'rgangan spektri o'rganilmagan bo'lishi mumkin, o'sha paytda bo'lmagan. Lekin komplekslari o'rganilmagan ekan. Rahmat ustoz savol uchun. Bunda uranil hamda vanadilni alohida ko'rsatilgan bo'lsa ustoz, vanadil bo'yicha juda ko'p komplekslar o'rganilgan ustoz. Ya'ni simmetrik kislorod atomini saqlagan o'sha vanadil ionining komplekslari juda ham ko'p o'rganilgan, lekin vanadilning aynan biz sintez qilgan asetil asetonat va 2-aminobenzimidazol, 2-aminobenziyazol
va boshqa qo'shimcha ligandlar bilan sintez qilgan komplekslari o'sha Cambridge struktura bazasida ham yo'q, u bilan bog'liq maqolalarni ko'rganimizda ham aralash ligandli kompleks birikmalari boshqa mana shu boshqa bir hosilasi asosida sintez qilingan, lekin aynan biz tanlab olingan hosilasi yordamida sintez qilinmagan. Uranium kompleksiga keladigan bo'lsak endi ustoz, uranium kompleksi bilan beta dikiton hosilalari bo'yicha tasdiqlangan struktura eng asosiysi 1967-yilda shu Bell tarafdan birinchi o'sha 67-yilda sintez qilingan ekan. Buni o'sha maqolasidan ham, struktura bazasidan ham ko'rishimiz mumkin. Lekin beta dikitoning boshqa, ya'ni dibenzoil metan va boshqa hosilalari bilan sintez qilingan komplekslari bor. Lekin aynan benzoil aseton va asetil aseton bilan hosil qilgan komplekslari yo'q. Endi u Cambridge bazasida ma'lumot yo'q degani bu bilan o'rganilmagan degani emas. U o'sha kristalni o'tdan ro'yxatdan o'tkazilmagan shu paytgacha degani. To'g'rimi? Lekin oldin o'rganilmagan bu kompleks hosil qilish. Rahmat ustoz. Buni dissertatsiya ishlarimizda ham kiritganmiz. Faqat Cambridge struktura bazasi bilan cheklanib qolmaganmiz ustoz. Juda ko'p maqolalarning hammasida beta dikiton hosilalarining yuqorida aytganimdek juda ko'p birikmalar dibenzoil metan bilan o'rganilgan ekan. Chunki dibenzoil metanda ham o'sha juda yuqori bidentantlik o'sha bilan koordinatsiya hosil qilish xossasi bor. Shuning uchun u xossalasi bilan juda ko'p maqolalar shu Cambridge struktura bazasiga kirmagan bo'lsa. Yana Malhamandonda. mana mikrobiologiyaga ovoz bergansiz, antibiotik xossasini o'rgangansiz. Qaysi preparatga bilan solishtirilgan? Preparat bilan solishtirilgan. Mana chunki biror bir narsani faolligini o'rganishda hozirgi paytda ishlatilayotgan bironta bir preparat olinadi, u namunchaydi, bu muncha bo'ldi degan taqqoslanadi. Men boya jadvalda o'sha taqqoslashni ko'rdim. Siz tushundim. Rahmat savol uchun. Eng oxirgi slaydga o'taylik-da. Eng oxirgi vanadiyli komplekslar. Bunda ustoz biz taqqoslash sifatida, masalan, bitta kompleksimizni olib borganimizda taqqoslash sifatida biz ligand molekulasi va dastlabki ligand molekulasi va dastlabki tuz molekulasiga nisbatan taqqoslashni amalga oshirdik. Taqqoslashni amalga oshirdik. Shu bilan bir qatorda mana vanadilatil asetonat bilan ularni ko'rdim. Bu endi siz alohida olgansiz, kompleks holda olgansiz. Qaysi hozirgi paytda ishlatilayotgan bironta bir preparat bilan solishtirilganmi? Masalan, hozir vrachlar yozib beradi, mana buni anunich degan antibiotiklar ko'p, hozir zamonaviylar chiqqan, o'sha ishlatilayotgani bilan solishtirilganmi degan savollar. Rahmat ustoz savol uchun. Haqiqatdan aytganingizdek, antibiotiklar o'zi bakteriya va zamburug'larga antibiotiklar orqali ta'sir qilinadi. Biz hali antibiotiklar bilan solishtirib ko'rmaganmiz, lekin keyingi ishlarimizda maqsad qilib qo'yganmiz. Oxirgi. Mana bu gram manfiy, gram musbat. Nimadir bu? Nimani bildiradi? Gram manfiy, gram musbat nimani bildiradi? Mana birinchi haligi ustunda yozgansiz gram degansizda qog'oz ichida musbat qo'ygansiz, plus qo'ygansiz. Keyingisida gram degansizda qog'oz ichida minus qo'ygansiz. Nimani bildiradi? Buni qarab qo'yamiz. Shu jadval bo'yicha yana mana qo'shimcha bu demsu o'zi zaharli hisoblanadi strategi sifatida. Nimaga siz o'tirmayman turibdi? Ta'siri yo'qmi aniqligi bu mikroblarga? Rahmat siz savol uchun. Biz o'sha shu komplekslarimiz suvda erimaganligi sababli biz shu biologik xossasi bor yoki yo'qligini o'tkazib yubora olmadik ustoz. Baribir aniqlashimizni maqsad qilib qo'ydik. Shuning uchun ham kompleks birikmalarimizni turli xil erituvchilarda eruvchanligini bilgan holatda erituvchilarning ham biologik faolligini aniqlab ko'rdik. Bu erituvchi zaharli hisoblanadi. O'shancha sizda 0 turganiga hayron bo'laman. Lekin o'sha mikrobiologiya instituti bergan ma'lumotga ko'ra, ularda ko'p suvda erimaydigan komplekslar DMSOda eritib biologik faolligi aniqlanar ekan. Shunda bizga ma'lumot berishdi, agar DMSOda erisa
demak o'sha biologik faollik xossasini o'rganish mumkin deyishdi. Lekin DNFni ham beruvdik ustoz, dimetil formamitni. Unda dimetil formamitning o'zi haqiqatdan juda bakteriya va zamburug'larni o'ldirish xususiyatiga ega bo'lib qolar ekan. Lekin DMSOda juda ko'p uni keltirib yotmadi. O'shani keltirish kerak edi, solishtirish kerak bo'ladi. Yana savollar bormi? Marhamat. Sizni vanadil asfalt bilan tuzilgan kompleks birikmalaringiz eriydi suvda? Yo'q, suvda erimaydi. Erimaydi. Shu diketonlar bor, asetil asetat. Bu asosan o'sha faolroq ion tutgan birikmalarni blokirovka qiladi. Suvda eruvchanlik qobiliyatini sekinlashtiradi. Shuni nazardan ham bir fikringiz bormi? Shuni bir o'rgangansizmi? Nimaniga degansizmi yoki tashqi savatlisizmi undan tashqari? Chunki siz adashmasam 19-chi qaysi slaydingizda o'zini ko'rsatdingizda vanadil oksid, asetil asetat ikki molekula. Qayerda bor? O'zini ishlatish sohasidan eng kattaga qo'llanishga 19 dedingiz. O'zi erimaydi-da. Tushundingizmi? Vanadil bo'ladimi, boshqa metallar, organika bo'ladimi? Buni agar siz asetilasidan blokirovka qilsangiz, u suvda eruvchanligini iloji boricha to'xtatadi. Shunaqa haligi kelatirish agent yo'q, kelatirish emas. Qanday agent to'g'ri? Buni bir ko'rasiz. Keyin yana bitiraman. Bunga vaqtinga tushunmagandirman. Bu to'g'ri tushunasiz. Delta I manfiy qiymatga ega, lekin 19 slaydingizda A'mi aslida 4 butun qancha degan o'sha nisbatmi manfiymi? Manfiy ustoz. Nima uchun? Bu qanaqasi manfiy bo'lishi mumkin? Chunki tushundim, rahmat ustoz savol uchun. Homo delta Y qiymat homo energiyasidan lyubo energiyasini ayirishdan kelib chiqadi. Bunda -5.92 dan ayirsak -1.46 ni ikkita minus plus bo'lib ketib, bundan bu ayrilganda minus qoladi ustoz. Bizga ham ustoz nima uchun manfiy? Tabiiy sinovlardan savol tug'iladi. UF spektri bormi? Kompleks spektr. Yo'q, ana shu bo'lganda biz sizga aytardik. Keyingi savol tug'iladi. Nima sababdan manfiy qiymatga egaligini so'rayapti. Bilaman, qo'mon ruhani ayirib qo'yishdi. Shu adabiyotlarda o'rganganimizda mana shu manfiy qiymati qanchalik o'sha quyi qiymatga ega bo'lsa, kompleks birikmalarning barqarorligi shuncha quyi bo'ladi, past bo'ladi degan. Demak, manfiy bo'lsa, demak oshib ketaversa, manfiy qiymat pastligini hisobiga beqarorroq bo'ladi. Reaksiyon qobiliyati esa yuqori bo'ladi deb. Mana shu joyga kommentda bitta qolip borda, shu qolipni savolish kerak emasda, undan chiqish kerak. To'g'rimi? Aynan bitta obyektga olingan narsaga siz o'zingizga qo'ygansiz. Ular bu xato, shuning uchun xato beradi. Kompleks birikma bu bitta katta bitta sistemada A plus B AB emas bu. To'g'rimi? Nuqtai nazardan bunga sal e'tibor bo'lish kerak. Rahmat. Yana savol bormi? Marhamat. Ana siz ligantning nomini yana bir marta. Ligantni asosiy ligant ustoz qo'shimcha ligantmi? Yo'q, mana qo'shimchalik. Asetil asetat. Ustoz bu sistematik nomenklatura bo'yicha 2-4 pentandion. Yo'q. Asetil asetat. Asetil Agar men adashmayotgan bo'lsam, mana organiklar bu asetil asetatga o'xshagan sistemalarda keta yenol tatameriya bo'ladi. Bular ikki xil ko'rinishda bo'ladi. Keta yenol tatameriya bo'ladi. Yenol holatda bo'ladi. Siz kompleks olayotganingizda qaysi strukturasi qatnashadi deb olgansiz? Rahmat ustoz savol uchun. Biz kompleks birikma sintez qilayotganda kvant kimyoviy hisob-kitob natijasida keto holatni ham, yenol holatni ham o'rganganmiz. Yenol holatda shu karbonil guruhidagi bitta karbonil guruhidagi kislorod atomida
manfiy zaryadlarning shu minus 0,4 ya'ni quyudigidan shu karbonil guruhidan koordinatsiya ketadi deb xulosa qilganmiz. Ya'ni yenol guruhdan yenol holatdan ketadi deb hisoblaganmiz. Mana endi o'sha nimasiga javob bo'lyapti sizga. O'sha keta yenol talta shu yenol holatda bo'lganda metal bilan shunaqa kuchli kompleks beradiki, uni anaqa qilib qo'yadi, yopib qo'yadi. Oldindan bilsa bu cho'kmada tushdi. Suvda erimaydigan bo'lib qoladi. Ekranlik. Manimcha yetarli savol. Yo'q bermoqchimizlar. Zonda qatnashayotganlar bormi savolinglar? Yetarlimi? Demak, keyingi ishimiz bosqichi bu dissertatsiya bo'yicha seminar va yetakchi tashkilot xulosasi hamda avtoritetga kelgan takliflar bilan tanishish uchun so'zli kengash beriladi. Rahmat. Yetakchi tashkilot sifatida dissertatsiya ishi va referat Toshkent farmatsevtika institutida muhokama qilingan 2025 yil 7-mart 5-sonli bayonnoma taqdirchi dotsent Muhammedova xulosa ijodiy ayrim kamchilik va takliflar berilgan. Birinchisi, sintezlangan kombinatsion birikmalarning barchasida kvantinial taqlid xususiyatlari o'rganilmagan. Ikkinchi, biologik faol tahlil qilinganda komplekslar ligandlar bilan birga DMSO'ning ham mikroblarga qarshi faolligi o'rganilishiga sabab nima? Nima uchun keyingisi? Nima uchun vanadinning barcha komplekslari uchun biologik faollik o'rganilmagan? To'rtinchisi, dissertatsiyada ba'zi rasmlar va jadvallarga silka berilmagan. Keyingisi, dissertatsiya ishida ayrim joylarda grammatika va stilistik xatoliklar uchraydi. Avtoriteratga kelgan taqrizlar. Birinchisi, Berdax nomidagi Qoraqalpoq davlat universiteti professori akademik Reimovdan taqriz ijobiy quyidagicha tavsiyalar bor. Birinchisi, uranil va vanadin ionlarining beta-diketon hoslari bilan kompleks birikmalarni sintez qilishning qanday o'ziga xos xususiyatlari ajratib ko'rsatish mumkin? Beta-diketon strukturasidagi o'zgarishlar komplekslarning barqarorligi va reaksion faoliyatiga qanday ta'sir qiladi? Ikkinchi, taqriz Yaponiya Kyushu universiteti professori Hajime Mikidan taqriz ijobiy kamchilik keltirilmagan. Uchinchi, Hindiston Banaras universiteti professori Manoj Kumar Bhatti taqriz ijobiy kamchilik keltirilmagan. Keyingisi, Sibir Federal universiteti professori Верещагин taqriz ijobiy quyidagicha tavsiya keltirgan. Чем объясняется выбор объектов исследования, то есть выбор лигандов и металлов? Keyingisi, Sadbayev nomidagi Qozog'iston Milliy texnika universiteti professori Azat Seyitxondan taqriz ijobiy quyidagicha tavsiya keltirilgan. Birinchisi, какие виды координации характерны для комплекса участием ванадила и уранила в вашем исследовании? Ikkinchisi, целесообразно расширить выводы, чтобы лучше отразить содержание работы. Keyingi taqriz Navoiy davlat kamchilik va texnologiya universiteti professori Hamidovdan taqriz ijobiy kamchilik keltirilmagan. Keyingisi, Termiz davlat universiteti professori Xolnazarovdan taqriz ijobiy quyidagicha tavsiya mavjud. Dissertatsiya avtoreferatida olingan strukturalarning kristallografik parametrlari hamda strukturalarni takomillashtirish tafsilotlari avtoreferatda keltirilganda ma'lumotlarni taqqoslab tahlil qilishga imkon bo'lar edi. Keyingisi, Kazan Federal universiteti Jizzax shahridagi filiali dotsenti Sharipovadan taqriz ijobiy quyidagicha tavsiyalar keltirilgan. Индивидуальность соединений, координационных соединений изучалось на межплоскостном расстоянии при анализе методом РФА. Было бы целесообразно, если были изучены и другие параметры этого метода. В автореферате присутствуют орфографические и стилистические ошибки. Demek so'z talabgorga beriladi. Ko'rsatilgan kamchiliklarga javob berish Yetakchi tashkilot Toshkent farmatsevtika instituti ko'rsatgan kamchiliklarga javobi vanadin ikkita kompleks birikmalari kuchli vodorod bog'i orqali bog'langan polimer kompleks birikma hamda oniyli kompleks birikma bo'lganligi sababli kvant kimyoviy hisob-kitob amalga oshirishning imkoni bo'lmagan. Ikkinchi kamchilikka javobim, sintez qilingan kompleks birikmalar suvda erimasligi sababli biologik faollik xossasi dimetil sulfoksid erituvchisida eritib aniqlandi. Uchinchi kamchilikka javobim, hozirda faqat rentgen struktur analiz usuli yordamida isbotlangan kristallarni biologik faolligini o'rgandik. Keyingi tadqiqot ishlarimizni endi chuqurroq tahlil qilishni maqsad qilganmiz.
keyingi tadqiqot ishlarimizda ham 4-5 kamchiliklarni e'tiborga olamiz. Avtoritetlarga kelgan kamchiliklar va tavsiyalarga javobim quyidagicha. Birinchi taqriz Berdaq nomidagi Qoraqalpoq davlat universiteti professor Remov tomonidan berilgan savollarga birinchi savolga javobim quyidagicha. Uranil va vanadil ionlarining kompleks birikmalarini sintez qilishda asosiy va qo'shimcha ligandlarni tomchilatib qo'shib 3-4 soat davomida magnitli aralashtirgich yordamida aralashtirib sintez qilib olingan. Ikkinchi savolga javobim beta digiton hosilalaridan asetil aseton va benzoil asetonlardan foydalanganmiz. Adabiyotlardan bilamizki, benzoil aseton molekulasi tarkibidagi karbonil guruhiga yaqin fenil radikalning mavjudligi asetil aseton molekulasiga nisbatan barqarorroq bo'lishini ta'minlaydi. Kvant kimyoviy hisob-kitob natijasida olingan xomo va lyuma energiyalari ayirmasi qiymatlaridan ham benzoil aseton yordamida sintez qilingan komplekslarning asetil aseton komplekslariga nisbatan barqarorligini va reaksion qobiliyati pastligini aniqladik. 4-chi taqriz Sibir Federal universiteti professori Bereshagina bergan savollarga javobim quyidagicha. Tadqiqot ishimizda metallarni tanlashda simmetrik kislorod atomi saqlagan metal ionlarining komplekslarini sintez qilishga e'tibor qaratganmiz. Ligandlar sifatida esa tarkibida bir nechta funksional guruh saqlagan beta digiton, benzimidazol va benstiazol hosilalaridan foydalanganmiz. 5-chi taqriz Satpayev nomidagi Qozog'iston Milliy tadqiqot texnika universiteti professori Azat Seyxan tomonidan berilgan savolga javobim quyidagicha. Uranil va vanadil ionining benzoil aseton va asetil aseton bilan bidentat, qo'shimcha ligandlar bilan esa monodentat kombinatsiyalanishi aniqlandi. Keyingi ko'rsatilgan taklifga roziman. Kelgusi ishlarimda ularga e'tibor qarataman. 7-chi taqriz Termiz davlat universiteti professori Xolnazarov ko'rsatgan kamchilikka javobim quyidagicha. Komplekslarning kristallografik ma'lumotlaridan ba'zi parametrlari komplekslar tahlilida yoritilgan bo'lib, avtoreferatda katta joy olganligi sababli jadval ko'rinishida kiritilmagan. 8-chi taqriz Kazan Volgabo'yi Federal universitetining Jizzax shahridagi filiali dotsent Sharipova keltirgan takliflarga roziman. Kelgusi ishlarimda inobatga olaman. Endi muhokamaga o'tamiz. So'z rasmiy opponent kimyo fanlari doktori professor Umar Baqoboqayevga beriladi. Marhamat. Juda yaxshi taklifni eshitdik, uni sifatlarini savol berib ko'rdik. Mana bu taqrizda har bitta bandi bo'yicha to'xtab o'tganman. Dozlardagi zarurati shularni o'qimasdan man asosiy kamchiliklarni esa ma'lum. Mana mana o'rganlik darajasi, mavzusini tasdiqlanganligi, tadqiqotning maqsadi, tadqiqotning vazifalari ravshan bo'lib aytilib ko'rdik. Xo'p, yana bu yerda bevosita o'zimni fikrimni bildirmoqchiman. Bu yerda tadqiqot natijalarining aprobatsiyasi va e'lon qilinganiga amalda oshirilgan. Buni 8ta mutaxassislarning 8ta respublika anjumanlarida taqdirlangan aytildi. Maqolalar sonlari aytildi. Asosiy mazmuni uning to'g'rida o'nta aksini topgan. Endi bir narsani so'ramoqchimanki, dissertatsiyaning 34-dagi sarlavha aslında farklı degan. Bu yoqdan tekst ketgan. Shuni ko'chirish kerak demoqchi. Endi sarlavhani bitta oxiriga olmayaptilar demoqchiman. 38-betdagi ikkinchi jadvalda bo'sh kataklar bilan boshlangan. Keyin davomini keyin betga o'tdi. Endi tekst keyin betda. Bu yerda bo'sh katak turibdi, sarlavha turibdi, bo'sh katak turibdi. 51-chi betda eng manfiy degan ibora. Bu juda zo'r ekan degan gapni o'zgarasi emas. Eng kattami yo eng kichikmi? Nisbiyligi yo'qmi? Manfiyligida eng degan ta'riflagansiz. Endi benzal aseton degan so'zni qachondan beri ishlatib kelyapmiz. Endi buni bir butan diyon. Bir bo'lsa aldiki-ku. Bir uch butan diyon deb bo'ladimi? Yo'q, bo'lmasa juda bo'lmaganda 4 fenil butandion 2-4 deyish kerak edi yoki asosan ishlatiladigan ibora benzal aseton. Aseton aseton deymiz-ku, butandion ham deymiz, aseton ham. To'g'ri shunday benzal aseton atamasi bor. Shuni ishlatgan ma'qul deb o'ylayman. Dissertatsiyaning matn ayrim joylarida formulalarni anglatish kompleks formulalar kompleks
Formula verirken keyin yengil formula bizda berib kompleks birikmaning yoki kompleksning desa kompleks birikmaning deganda o'zbekcha bo'ladi-ku. Kompleks so'zdan keyin formula chiqib ming yozganda chetda turibdi. Dissertatsiyani mana bu narsalar 21, 26, 315, 316 va 332 rasmlar ostida yozuvlarda solishtirib ko'rgan shu narsani. 323 rasm iborasida 2 marta tanqidlangan. Bular bittasi 325 rasm bo'lsa kerak hisoblanadi. Dissertatsiyada. To'ppa-to'g'ri ikkita javob berilgan, lekin bir xil raqamlangan. Bu bildirilgan fikrlar, kamchiliklarni ko'rsatgan mulohazalar, takliflar, kinofalar bo'yicha falsafa doktori dissertatsiyasini ijodiy baholash uchun to'sqinlik qilmaydi. Dissertatsiya ishini bajargan tadqiqotchi fizik-kimyoviy va nazariy tadqiqot usullaridan o'z o'rnida foydalangan. Olingan ma'lumotlar ishonchli va ular asosida chiqarilgan xulosalar mantiqan to'g'ri deb hisoblayman. Muallif esa 02.0001 organik kimyo ixtisosligi bo'yicha kimyo fanlari bo'yicha falsafa fanlari doktori ilmiy darajasini olishga loyiq deb hisoblayman. Rahmat e'tiborlaringiz uchun. Rahmat, domla. Talabgorga so'z beramiz, ko'rsatilgan kamchiliklarga javob berish uchun marhamat. Avvalambor hurmatli kimyo fanlari doktori professor Baqibokovichga dissertatsiya ishim va referatim bilan tanishib, qimmatli vaqtlarini ayamasdan fikr bildirganlar uchun o'z minnatdorchiligimni bildiraman va ruxsatlaringiz bilan keltirilgan kamchilikka o'z fikrlarimni bildirsam. Birinchi kamchilikka o'sha ism familiyalarni to'g'ri rasmiylashtirish bo'yicha haqiqatdan bu kamchilikka roziman. Nuqtadan keyin bitta probel tashlash kerak edi va keyingi kelgusi ishlarimda e'tiborga olaman. Ikkinchi kamchilik javobim dissertatsiyani chop ettirish jarayonida o'sha sarlavha bitta qator tepaga siljib ketganligi hisobiga undan oldingi betning tag lavhasi bo'lib qolgan ekan. Bu bartaraf etildi bu kamchilik. Keyingi kamchilik 3-chi, 4-chi, 5-chi kamchiliklarga roziman va ularni qabul qilaman va keyingi ishlarimda takrorlamaslikka harakat qilaman. 6-chi kamchilikka javobim benzol asetonning sistematik nomenklaturada nomlanishi 1-fenil-1,3-butandion bo'lganligi sababli shu iborada yozishda to'xtalgan edik, lekin men barchaga tushunarli va qulay bo'lishi uchun va prezentatsiyada ham qulay bo'lishi uchun benzol aseton iborasidan shu dokladimda foydalandim. 7-chi kamchilikka o'sha rasmlarda iboralarida va ning va komplekslar tarkibidagi rasmiylashtirish qoidalariga o'sha kamchilikni qabul qilaman va keyingi ishlarimda albatta inobatga olaman. Bu hamma kamchiliklarni inobatga olasiz, to'g'rilay olmaysiz. O'sha opponentlarni bilasizlar. Bu boshqa doktorantlarga ham tegishli. Opponentlarni kamchiliklarini faqat inobatga olasizlar. To'g'rilash mumkin emas. Tushunarli. Demak, domla javoblar qoniqarlimi? Rahmat. Demak, keyingi rasmiy opponentimiz kimyo fanlari nomzodi dotsent Ibodullayeva. Marhamat domla, sizga so'z. Assalomu alaykum, hurmatli ustozlar. Mana bugun O'zbekiston Fanlar Akademiyasi umumiy va nonorganik kimyo instituti tayanch doktoranti Jabborova Xolida Abdusalom qizining bitta dikketon hosilalarini uranil va vanadin bilan kompleks sintezi tuzilishi xosalari mavzusidagi kimyo fanlari falsafa doktor PhD ilmiy darajasini olish uchun tayyorlangan dissertatsiya ishi va avtoritaratiga taqriz bermoqchiman. Bugungi kunda jahonda bitta diketon hosilalari va ularning uranil vanadin ionlari bilan hosil qilgan kompleks birikmalarining tadqiqoti, ularning tarkibi, tuzilishi, xossalarini o'rganish bo'yicha juda ko'p ishlar olib borilyapti. Bugungi tadqiqot ishimiz ham xuddi shu ishlardan bittasi. Ushbu dissertatsiya tadqiqoti ya'ni umumiy va nonorganik kimyo instituti ilmiy tadqiqot ishlari rejasiga muvofiq bajarilgan, maqsadga asosan vazifalar belgilangan va shu belgilangan vazifalar asosida tadqiqotning ilmiy yangiligi, ya'ni ilk bora uranil va vanadinlarning beta keton hosilalari
hamda tarkibida azot, oltin gugurt saqlagan organik ligandlar ishtirokida 19 ta yangi kompleks birikmalar sintez qilingan. Kvant kimyoviy usullar yordamida ligand va sintez qilingan kompleks birikmalarning geometrik hamda energetik ya'ni parametrlari, atomlardagi zaryadlarning taqsimoti, geometriyasi va reaksion qobiliyatlari aniqlab chiqilgan. Monoligandli komplekslar uchun, heteroligandli komplekslar uchun sintez qilingan yangi komplekslarning tarkibi, tuzilishi, fizik kimyoviy xossalari va metall ionlarining ligand bilan donor atomlar bilan kondensatsiялanish qobiliyatlari, ya'ni element tahlil, rentgen struktura tahlil, differensial termik analiz, spektroskopik analiz usullari yordamida asoslab chiqilgan. İlk bora tarkibida ya'ni uraniyum saqlagan 5 burchakli bipiramida vanadin saqlagan komplekslarni tetraedrik ya'ni hamda kvadrat piramida geometrik tuzilishga ega bo'lgan kristal tuzilishlarda rentgen strukturaviy analiz usuli ya'ni isbotlab chiqilgan. Sintez qilingan kristallarning elektron zichligi yuzasi va elektron zichligini o'sha xaritalashga asoslanib molekulaning sirt maydonlari va bo'shliqlar hajmi ya'ni 10% dan ortiq emasligi aniqlab chiqilgan. Amaliy natijalarga ko'radigan bo'lsak, bu yerda eng asosiy o'sha 2-4 pentandion hamda bir o'sha 3 butandionni asosidagi uranil vanadinlarning mono va aralash ligandli kombinasion birikmalari sintezi ularning tarkibi va xususiyatlarini aniqlash uchun olingan ilmiy natijalar. Bu yerda o'sha ya'ni tarkibli kompleks birikmalarning rentgen tuzilishi tahlillar natijalari Cambridge kristallik ma'lumotlar bazasiga kiritilgan. Shuningdek, sanoat oqova suvlari tarkibidagi uran ionlarini aniqlash va ularning kompleks birikmalarini cho'ktirish orqali miqdoriy tahlil usuli Navoiy metallurgiya kombinati ya'ni texnolog eritmalarda sinab ko'rilgan bo'yicha ma'lumotnomalar olingan. Va O'zbekiston Fanlar akademiyasida ya'ni o'sha sintez qilingan kompleks birikmalarni ya'ni fundamental loyiha asosida kiritilib, uning sintez qilinishi, tuzilishi xossalari aniqlab chiqilganligi haqida ma'lumotlar ham keltirib berilgan. Mazkur tadqiqot natijasida 18 ta, jumladan 10 ta xalqaro, 8 ta respublika ilmiy amaliy anjumanlarda ma'ruza qilingan va muhokamalardan o'tkazilgan. Dissertatsiya mavzusi bo'yicha jami 23 ta ilmiy ya'ni ish chop etilgan bo'lib, bu ilmiy nashrlardan 5 tasi ilmiy maqola, 3 ta respublika, 2 ta ya'ni xorijiy Scopus jurnallarida nashr etilganini aytib o'tishimiz mumkin. Demak, bu yerda dissertatsiyaning o'sha kirish qismida mavzuning dolzarbligi, vazifalari, yangilar, obyekt, usullar hammasi keltirib o'tilgan. Asosiy bu yerda kompleks birikmalarni ya'ni ligandlarga nisbatan yuqori antimikrob faoliyatini namoyon qilayotgan holatlari o'sha vanadinni hosil qilgan kompleks birikmalarda sinab ko'rilgan va umuman olganda Jabbar va Xolida Abdusalom qizi tomonidan kimyo fanlari falsafa doktori ilmiy darajasini olish uchun yozilgan dissertatsiya ishi yuqori saviyada bajarilgan hamda ilmiy va amaliy ahamiyatga ega bo'lgan ilmiy tadqiqot ishi deb hisoblaymiz. Muallif ushbu ishni rasmiylashtirganda 89 ta rasm, 36 ta jadvaldan foydalangan. Jabbar va Xolida Abdusalom qizining falsafa doktorlik dissertatsiyasi yuqorida ko'rsatib o'tilgan yutuqlari bilan birgalikda ayrim kamchiliklardan xoli emas. Ya'ni dissertatsiya ishining tahlil jarayonida quyidagi kamchiliklar va takliflar keltirildi. Birinchi, dissertatsiya ishining birinchi bobida adabiyotlar shahri qismida asosiy ligandning element ya'ni metallar bilan sintez qilingan kompleks birikmalari tahlil qilingan, lekin aynan uranil, vanadin ionlari bilan hosil qilgan komplekslari juda ham kamroq berilgan. Ularni ham chuqurroq tahlil qilinsa maqsadga muvofiq bo'ladi. Dissertatsiyaning ba'zi joylarida tahlil so'zi, ayrim joylarda esa analiz so'zlari keltirilgan, ya'ni bir shaklga keltirilsa maqsadga muvofiq. Dissertatsiya o'sha sirt yuzasi tahlillariga asosan nima maqsadda amalga oshirilganligini ta'kidlab o'tish kerak. Va dissertatsiyada 127 dan iborat deyilgan, lekin avtoreferatda yozilayotganda 118 dan iborat degan ya'ni so'zimiz ham bor. Adabiyotlar ro'yxatida yangi adabiyotlar iboratligi juda ham yaxshi, lekin ayrim eski adabiyotlarni ham hozirgi chiqqan adabiyotlar bilan to'ldirilsa maqsadga muvofiq bo'ladi. Dissertatsiyaning ayrim joylarida grammatik
va stilistik xatolar ham uchrab turadi. Yuqorida ko'rsatilgan kamchiliklar va takliflar doktorlik dissertatsiyasining ijobiy baholashga ta'sir qilmaydi. Umuman dissertatsiya ishida maqsad qilib rejalashtirilgan barcha masalalar to'la hal qilingan, muhim nazariy va amaliy ma'lumotlar olingan. Dissertatsiya ishini bajarishda izlanuvchi zamonaviy fizik-kimyoviy va nazariy uslublar o'z o'rniga foydalangan. Olingan ma'lumotlar ishonarli va ular asosida chiqarilgan xulosalar mantiqan to'g'ri. Avtoreferatimiz va chop etilgan maqolalar dissertatsiyaning asosiy mazmunini aks ettiradi. Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, Jabbor va Xolida Absalom qizining beta diketron hosilalarining uranil va vanadil bilan hosil qilgan kompleks birikmalar sintezi va tuzilishi mavzusidagi 020001 noorganik kimyo ixtisosligi bo'yicha falsafa doktori PhD ilmiy darajasini olish uchun taqdim etgan ushbu dissertatsiya ishi mazmuni, hajmi, olingan natijalarning ishonchliligi, ilmiy va amaliy ahamiyati, joriy qilinganligi, chop etilganligi jihatidan O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim va fan va innovatsiya vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasining kimyo fanlari bo'yicha falsafa doktor darajasini olishga qo'ygan talablarga to'liq mos keladi. Demak, muallif 020001 noorganik kimyo ixtisosligi bo'yicha falsafa doktor ilmiy darajasini olishga loyiq deb hisoblayman va taqris qilingan ushbu dissertatsiya ishini qo'llab-quvvatlayman. Marhamat, ko'rsatilgan kamchiliklarga javob berish uchun sizni talabgorga beramiz. Avvalambor hurmatli kimyo fanlari nomzodi Mavluda Ibodullayevaga o'zlarining qimmatli vaqtlarini ajratib dissertatsiya ishini va avtoreferatimni ko'rib berganliklari uchun minnatdorchilik bildiraman. E'tiborlaringiz bilan birinchi taqrizga javob bersam, birinchi kamchilikda o'sha dissertatsiya hajmi cheklanganligi sababli uranil hamda vanadil ionlari bilan sintez qilingan komplekslardan faqat shu Cambridge struktura bazasiga dalillangan va undan tashqari maqolalar chop ettirilgan o'sha adabiyotlarni kiritganmiz. Bundan tashqari o'sha boshlang'ich qismidagi o'sha hajm cheklanganligi sababli qolganini kiritmaslikka kiritolmadik. Ikkinchi kamchilikka javobim, ikkinchi kamchilikni qabul qilaman va keyingi ishlarimda inobatga olaman. Uchinchi HashFit sirt yuzasi asosan nima uchun amalga oshiriladi? Bunda Crystal Explorer dasturi yordamida amalga oshiriladi va HashFit yuzasi va moddalarning ikki o'lchamli barmoq izlari tasvirlari yordamida kovalent bo'lmagan o'zaro bog'larni aniqlash uchun amalga oshiriladi. Molekulaning HashFit yuzasi kristalning elektron zichligi qayerda joylashganligini ko'rsatadi. Keyingi to'rtinchi ko'rsatilgan kamchilikka javobim, dissertatsiyani o'qish uchun qulay holatda chop ettirish qo'shimcha 2 betni ko'payishiga olib keldi. Shuning uchun texnik kamchilik bo'lgan 118 bet qolib ketdi. Keyingi ishlarimizda inobatga olamiz. Beshinchi ko'rsatilgan kamchilikka javobim, adabiyotlar ro'yxatida ba'zi eski adabiyotlar uranil ionlarining aynan beta diketron hosilalaridan benzoil aseton molekulasi bilan bo'lganligi sababli uni qoldirishga qaror qildik. Eng so'nggi kamchilikka javobim bu kamchilikni qabul qilaman va keyingi ishlarimda inobatga olaman. Rahmat. Endi munozaraga o'tamiz. Dissertatsiya ishi bo'yicha kim so'zga chiqmoqchi? Marhamat. So'zga chiquvchilar bormi? Marhamat. Judayam chiroyli yozilgan ekan, yaxshi nazar qilib o'qidik, yaxshi ish bajarilgan, retsenzentlarni ham, opponentlarni eshitdik, ular ham yaxshi baho berishdi. Mana shunaqa dissertatsiyalar mavzu ham judayam yoqdi, chiroyli ma'ruzat berdilar. Shunaqa ishlarni qo'llab-quvvatlash kerak. Faqat endi aytmoqchi bo'lganim ikkita ba'zi kamchilik bo'ladi. Shu bo'li degan so'zni juda ko'p ishlatar ekansizlarda. Bo'li bir 20 marta tashlab takrorlanmoqda hamma joylarda. Bo'lini olib kirishdan hech narsa o'zgarmaydi. Слово parazit. O'shanga mana ko'p joylarda bo'lini shunaqa narsalar odamlarni qilyapti. Keyin albatta roman spektr berilgan, lekin muhokamasi yo'q. Umuman yo'q ekan. Ikki aspektlar haqida gapirilganda roman spektr hech narsa deyilmaydi. Buni berish kerak. Umuman endi olmaganda bu texnik kamchiliklar ish qo'llab-quvvatlash kerak. Omad
Rahmat domla. Yana so'zga chiquvchilar bormi? Assalomu alaykum, hurmatli kengash a'zolari, hurmatli ustozlar. Bu ishni biz bir necha marta kafedrada endi an'ana qolgan Nusrat Agzamich vaqtlaridan biri dissertatsiyalarni tayyorlab ochiq muhokamaga olib chiqishdan oldin kafedrada juda ko'p marta qayta eshitiladi, ish juda ko'p ko'riladi. Shunaqa uzoq vaqt muhokama qilganmiz bu ishni. O'sha natijasi bo'lsa kerak. Mana hozir haqiqatda haq tomonlama ancha yetilgan, pishgan ish diqqatingizga olib chiqildi. Hozir buni boshlanishi rahmatli Hasan Turobchi Sharifga borib taqaladi, chunki orada o'qishga kirayotganda, doktorantura o'qishga kirayotganda birinchi o'sha Hasan Turobchi qo'llariga borgan edi. O'sha yerda bilim ola boshlagan edi. Hasan Turobchi rahbariylarida ancha ishlagan edi va afsuski hozir endi ustoz yo'li ularni demak ishlarni hammasini shogirdlari Abdulla Sharifni ta'minida davom ettirdilar va demak ularni ustozni shogirdlariga rahbarlik qilishi o'yinlari bo'lgandilar va shu Hasan Turobchi yo'llarida mana dissertatsiya ishi bajarildi. Bundan endi bizni qo'limiz sababi ustozlarni o'sha o'gitlari, ustozlar qo'yib bergan yo'ldan ketilayotganligi, bu o'sha ustozlarni an'analarini davom etayotganligidan dalolat deb tushunaman, bilaman. Endi ish bor joylarda albatta kamchilik bo'ladi. Kamchiliksiz rivojlanish bo'lmaydi. Bu hamma ko'rsatilgan kamchiliklar, takliflar, fikr mulohazalar, berilgan savollar bu keyingi ishlaringizga sizga foydavor bo'ladi deb o'ylayman. Bu narsani albatta inobatga olish kerak bo'ladi. Kerak bo'lsa ishlarda mana endi o'zingiz hali magistrlarga rahbarlik qila boshlaysiz. Kelajakda yana ilmiy daraja olishga harakat qilasiz. Shunda ham bu narsalarga hozir mana opponentlar juda o'rinli fikrlarni aytishdi. Bularni hammasini inobatga olish kerak bo'ladi. Agar hozir ilmiy kengash a'zolarimizni bu qizimizni qo'llab-quvvatlab, yoqlab ovoz bersanglar, oramizga yana bir olima qo'shilganiga sababchi bo'lib qolasizlar. Olimalar ko'p bo'lgan millat albatta rivojlanishda peshqadam bo'ladi hamisha. Qo'llab-quvvatlashinglarni so'rayman va qizimizga omad tilayman. Ustozlarga sihat salomatlik, kasal bo'lmaslik, shogirdlarni shunaqa yaxshi tayyorlab borishga tilakdoshman. Kengash ishiga rivoj tilayman. Sog' salomat bo'linglar. Marhamatdan so'zga chiquvchilar bormi? Umumlab chiqadigan bo'lsam, demak haqiqatdan ham mana juda ko'p hisob statistik usullardan foydalanilgan. Bu hozir zamon talabi. Oldin nazariy hisob-kitob qilib, keyin sintez qilish o'zi hozir yo'lga qo'yilyapti. Butun dunyo bo'yicha mana shu qizimiz shu narsalarni amalga oshirganlar. Albatta bu ishda davom ettiriladi deb o'ylayman va omad tilayman va kengash a'zolarini ijobiy baholar berishdan so'rayman. Marhamat, endi hozir keyingi qiladigan ishimiz bu hisob komissiyasini tarkibini tanlab olishimiz kerak. Bunda qanday takliflar bor? Taklif bitta kimyo fanlari doktor professor Sultonov Murat Mirzayevich, kimyo fanlari doktor professor O'zmurod Olimnobekovich, hamda kimyo fanlari doktori professor Yo'ldasheva Muhabbat Razzoqdosovna. Kim shu taklifga rozi bo'lsa, marhamat olib berishni so'rayman. Qarshilar tarafda yo'q bo'lsa, demak marhamat hisoblarimiz o'z ishini boshlashimiz mumkin. Agar tanaffus o'rniga demak loyihamizni va dissertatsiya takliflarini kelishib olsak, demak xulosa loyihasi hammasiga tarqatilgan. Bunda qanday takliflar bor? Demak asos qabul qilish taklif tushdi. Bunda qanaqa qo'shimchalar bo'lsa, yozmalarga berish mumkin. Marhamat, shu taklifga ovoz berishdan so'rayman. Kim rozi? Qarshilar betarafli yo'q, birovni qabul qilindi. Endi tasnifiy belgilari biz demak standart deb belgilaganimiz bor. Agar shu standartga kim rozi bo'lsa, marhamat ovoz berishni so'rayman.
Hozir keladi, rahmat. Bilovozdan qabul qilindi. Endi hisoblangiz. Bu bir ücretli 15. metre ovoz berildi. 15. metre bizi ham bor, bizga qarash kerak. Erki u pribor, kimchisiy laboratoriyaga narsalar, erki bolalarimiz amalga oshiramiz. O'shaning iltimos sizdan ovoz berib olaylik. Doktorant degan taalluqli shag'ullayotganman 5 kundan. Direktor yalnız o. O'tizlar bolalarimiz keladi-ku, o'zingiz kerak. Kim o'ylab topgansi, budjetni ko'rsatadiganlar pul olib O'zingga ham kerak ovoz. Uyga emas, qishloq yo'liga. Bering ovozlarda. yo'l o'ziga uyga Atmazek, tamam. Yana bitta majlisimiz bor, hurmatli kengash. Soat 2da. Agar ko'pchilik ovoz bilan o'tkazamiz, hozir davom etamiz. birda boshi og'riydi. Bizda boshlayveramiz. Opangizga shu yerda hozir men saraqa kelsa bo'ldi. Men saraqa ketdim. Ha, soat. Marat akada hamma o'zi abid yo'q. Xas bo'lsa bo'ldi. Banket yo'q. Chaqchaqlar ham bo'ldi. Ro'zada daqiqani ham to'xtatib qo'ydi. Bu asosan zashitaga to'g'ri kelyapti. 19-da ham mayli. Nelar ekan? Soat 3ga qo'yildi. Og'zacharga borildi. To'g'ri aytdingiz. Undan keyin soat 3ga qo'yish kerak. 6ga tugatamiz. Bir savodiy qo'ysa nima qiladi? Yo'q, 30 minutda tugatamiz. Ben bu bunu
so'z hisob komissiya raisi Kimyo Palov doktor professor Sultonov Murod Mirzayevga. Marhamat. Assalomu alaykum hurmatli ilmiy kengash a'zolari, hurmatli rais. Hisob komissiyasi majlisining bayonnomasini o'qib eshitaman. Saylangan komissiya tarkibi Ro'zimurodov, Sultonov, Yo'ldasheva. Komissiya Jabborova Xolida Abdusalom qizining kimyo fanlari bo'yicha falsafa doktori ilmiy darajasini olishga qo'yilgan dissertatsiya yuzasidan yashirin berilgan ovozlarni sanash uchun saylangan. Ilmiy kengash tarkibi 21 kishidan iborat etib tasdiqlangan. Ilmiy kengash tarkibiga hal qiluvchi ovoz huquqi bilan qo'shimcha ravishda qabul qilinmagan. Majlisda kengash a'zolaridan 19 kishi, shu jumladan ko'rib chiqilayotgan dissertatsiya ixtisosligi bo'yicha 5 nafar fan doktori qatnashgan. 18 ta byulleten tarqatildi, 3 ta byulleten tarqatilmay qoldi. Qutupcha ochilgan, demak 18 ta byulleten borligi aniqlandi. Ovoz berish natijalarini tanishtiraman. Jabborova Xolida Abdusalom qiziga kimyo fanlari bo'yicha falsafa doktori ilmiy darajasini berish bo'yicha quyidagicha ovoz berildi. Demak, tarafdorlar 18 ta 100%, qarshilar yo'q, yaroqsiz topilgan byulletenlar yo'q. Hisob komissiyasining raisi Sultonov, a'zolari Ro'zimurodov, Yo'ldashev. Hisob komissiyaning bayonnomasini tasdiqlab berishingizni so'rayman. Kim agar shunga rozi bo'lsa ovoz beradi. Ben o'zimning nomimdan hamda kengash a'zolari nomidan sizni bugungi himoya bilan tabriklayman va sizga yakunlovchi so'z beraman. Marhamat. Avvalambor so'zim boshida rahmatli ustozim Sharif Hasan Turapovich ustozni yodga olmasam hech iloji yo'q. Ustozdan garchi men juda kam saboq olgan bo'lsam-da, lekin bu 1000 yil, million yilga arziydigan bilimlarni oldim deb o'ylayman. Ustozni ilohim ruhlari shod bo'lsin, joylari jannat bo'lsin. Ustoz bilan tanishishimga sababchi bo'lgan ilmiy rahbarim Shahlo Sharipovna sizga kattakon rahmat aytaman. Ilm yo'lida o'zingiz misolingizda bizga ko'p namuna bo'ldingiz. Har bir tarafni, ilm tarafi, shaxsiy hayotni, har bir sohani birdayin olib ketish bo'yicha o'zingiz misolingizda bizga namuna bo'lib kelmoqdasiz. Juda katta minnatdorchilik bildiraman. Iloyim ustoz shogirdchilik tizimimiz buzilmasin, yaxshi kunlarimizda doim birga bo'laylik. Shu bilan bir qatorda ilm yo'lida shu maqolalar chiqarishimda juda ko'p katta ko'maklar bergan Jamshid aka Ashurovga, Akmaljon Tojiboyevga juda katta rahmat aytaman. Shu bilan bir qatorda bu yerda barcha ustozlarga katta rahmat aytaman. Bergan barcha savollaringiz, takliflaringiz kelajakdagi meni yanada o'zimni ustimda ishlashimga, yanada bundanda rivojlanishimga sababchi bo'ladi deb o'ylayman. Endi shaxsiy hayotda bo'lsa, men shu oila a'zolarimdan birinchi o'rinda mening tog'im, ustunim, ota-onamga kattakon rahmat aytaman. Ular bergan tarbiyalar tufayli men shu yerda turibman deb o'ylayman. Shu bilan bir qatorda doim o'zimizni qiziqishimizga mos qilib bizni tarbiyalaganliklari uchun rahmat. Bizni oilada menimcha birinchi fan bo'yicha ketadigan birinchi soha vakili bo'lsam kerak. Qolgan barcha soha vakillari bizda o'sha huquq sohasidan ketganlar va ular hech qachon menga masalan tazyiq o'tkazmaganlar, o'sha o'zlarining sohasi ketishim bo'yicha men shu ximiya sohasiga qiziqqanligim uchun menga qo'llab-quvvatlab motivatsiya berganliklari uchun ota-onamga va bitta mingta akani o'rnini bosuvchi akajonimga kattakon rahmat aytaman. Shu bilan bir qatorda turmush o'rtog'imga ulkan katta minnatdorchiligimni bildiraman, chunki shuncha qo'llab-quvvatlaganliklari uchun. Ayol kishining shaxsiy hayotda albatta turmush o'rtog'i qo'llab-quvvatlamasa juda ham nima deydi, bironta bir yutuqqa erishish juda ham qiyin. Shu bilan birga hattoki kichkina qizalog'imga ham kattakon rahmat aytaman. U bilan bir vujudda bo'lganimizdan boshlab hamma reaksiya tajribalargacha birga qilganmiz va hozirgacha hamma ishni birga qilib kelyapmiz. Kattakon rahmat aytaman. Barcha kelganliklaringiz uchun tashakkur. Shu bilan bir qatorda Umar Baqoboqovich, Majid Ubaydullayev, sizlarga juda ham katta rahmat aytaman ustozlar. Taqriz berib, meni rivojlanishim uchun, o'zlaringizni fikrlaringizni bildirganliklaringiz uchun, kelganliklaringiz uchun kattakon rahmat. Barchaga tashakkur bildiraman. Rahmat. Sizdan sog'-omon bo'ling, tabriklaymiz va bugungi majlisimiz tugadi va keyingisini yana boshqa davom ettiramiz.
kun tanaffus qilamiz. Besh kun tanaffusdan keyin sizga beraman. Assalomu alaykum. Bo'ldi-ku, bo'ldi.